آمریکا به این منطقه تعلق نداره. Eron mintaqa davlatlarini so'nggi voqealardan saboq olishga chaqirdi. Eron Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Ismoil Baqohiy Tehronni mintaqaviy siyosati bo'yicha bayonot berdi. U Islom Respublikasi doimo qo'shni davlatlarni do'st deb bilishini va yaxshi qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirishga intilayotganligini ta'kidladi. Umid qilamanki, kelajakda mintaqa davlatlari so'nggi voqealarni tahlil qilib, tegishli xulosalarni chiqarib olishadi, dedi jumladan bayonotida. Hizbulloh harakati Isroilning shimoliy hududlariga raketa zarbalarini berishdan to'xtamayapti. Isroil Mudofaa vazirligi Israel Katz: Isroil Eronning eng yirik neft-kimyo zavodiga kuchli zarba berdi. Ushbu inshoot Eron neft-kimyo mahsulotlarini taxminan 50% ishlab chiqarardi. O'tgan haftada mamlakatning yana bir yirik inshootiga hujum qilindi. Natijada Eron neft-kimyosini ishlab chiqarishning 85% tashkil etuvchi ikkala obyekt ham hozirda faoliyatini to'xtatgan. Netanyahu va men armiyamizga Eron rejimining milliy infratuzilmasiga yuqori intensivlikda zarbalarni davom ettirish bo'yicha ko'rsatmalar berdik, dedi bayonotida. Eronning Bushehr shahrida joylashgan harbiy bazadagi strategik o'q-dori omborlari yo'q qilindi. Fransiya va AQSh munosabatlari o'rtasidagi keskinlik tobora avj olmoqda. Fransiya AQShdan barcha oltinlarini olib chiqdi va bundan 13 milliard yevro ishlab topdi. Tramp Eronning zaiflashib qolganligini iddao qilmoqda. Eronliklar qobiliyatli jangchilar. Ular juda qat'iyatli xalq. Dushman kuchli, lekin taxminan bir oy oldingidek kuchli emas. Hozirgi vaqtda ular u qadar kuchli emasligini ta'kidladi AQSh rahbari. Tramp jumladan Eron xalqi bomba ovozini eshitishini yoqtiradi deb hazil qildi. Tramp bayonotlarida Eron bir kechada, ehtimol ertaga kechqurun yo'q bo'lishi mumkinligini aytib o'tdi. Eron ballistik raketalari Saudiya Arabistonining Jubayl sanoat shahriga zarba berdi. Turkiya prezidenti Erdo'g'an Isroil bosh vaziri Netanyahu haqida: barcha ajdodlarimizning so'zlarini eslatmoqchiman. Zamonlar o'zgaradi va hokimiyat boshqalarga o'tadi. Bugun shunchaki siyosiy umrni uzaytirish uchun tinchlikni buzadiganlar ertaga o'zlari tinchlik, adolat va qonunga muhtoj bo'lishlarini unutmasliklari kerak. Tarix bunga oid son sanoqsiz misollarga to'la. Xususan Gitler o'zi boshqara olmagan ambitsiyalarining qurboni bo'ldi. Eron oliy rahbari Mushtaba Xomoyniy komada, deb xabar beradi The Times gazetasi. Amerika va Isroil razvedkasi ma'lumotlariga tayanib, gazeta xabarlariga ko'ra, janob Mushtaba Xomoyniy Qum shahrida davolanmoqda. Uning ahvoli og'irligi aytilmoqda. The Times gazetasining xabar berishicha, Eron oliy rahbari qaror qabul qilishga qodir emas. Xo'sh, bu borada sizning fikrlaringiz qanday? Yaqin Sharqdagi urush tugaydimi yoki bu navbatdagi siyosiy nayrangmi? Fikrlaringizni izohlarda albatta yozib qoldiring va mehnatlarimizni qadrlash maqsadida like bosib, obuna bo'lishni unutmang.